O'zbekistonda davlat konsertlarida fonogrammadan foydalanish cheklanadi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda konsert tomosha tadbirlarida fonogrammadan foydalanish bosqichma-bosqich cheklanadi. 8-aprel kuni qabul qilingan konsert tomosha faoliyatida jonli ijroni yanada rag'batlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hukumat qarorida so'z bordi. Qarorga muvofiq 2025-yilning 1-mayidan davlat budjeti va budjetdan tashqari mablag'lar hisobidan moliyalashtirilgan barcha konsert tomosha tadbirlarida fonogrammadan foydalanish bosqichma-bosqich cheklanadi. Konsert tomosha tadbirlari reklamalarida tegishlicha jonli ijro fonogrammadan foydalangan holda jonli ovoz yoki fonogrammali konsert dasturi deb aniq ko'rsatish lozim. Madaniyat vazirligi tomonidan ijodkorlarni O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist va O'zbekiston Respublikasi xalq hofizi davlat mukofotlariga tavsiya etishda birinchi navbatda ularning jonli ijro eta olish qobiliyati inobatga olinadi. 2025-yil 1-iyuldan jonli ijroda tashkil etiladigan konsert tomosha tadbirlari bo'yicha reklamalarni O'zbekiston MTRK tizimidagi teleradio kanallarda efirga berish uchun tadbir tashkilotchisiga 30% miqdorda chegirma beriladi. Jonli ijroda va fonogrammadan qisman foydalangan holda tashkil etiladigan konsert tomosha tadbirlari O'zbekiston MTRK tizimidagi teleradio kanal badiiy kengashining ijobiy xulosasi asosida bepul efirga uzatiladi. Har chorakda respublikaning barcha hududlarida jonli ijro haftaligi o'tkaziladi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.